Oybekning Qutlug'qon romani yodingizdami? Abdushukurning gaplari bor. Alaykum. Voy kambag'al deysiz. Axir bular yo'q-ku. Bizda yagona Turkiston millati bor xolos. Salkam 100 yil bo'lyapti bu gaplarni gapirganiga. Millatimiz yana ham bo'linib ketmadimi? Boy kambag'al, undan tashqari shaharli, qishloqi, o'qigan, o'qimagan, yosh, qariya deb. Ayniqsa yoshlar bilan keksalar o'rtasida katta jarlik paydo bo'lyapti. Bizim millatimizga xos bo'lmagan illat avj olyapti. Qariyalar uyi qachondan beri paydo bo'ldi? Hatto farzandi bor otalar, onalar qariyalar uyida. Bu sharmandalik emasmi? Mehribonlik uylari, bolalar uyi. Ikkinchi jahon urushida 100 minglab bolalarni boqib olgan o'zbeklar bugun sizga ne bo'ldi? O'z farzandlarini bolalar uyiga qo'pol qilib aytganda detdomga topshiryapti. Bu millatning ildiziga bolta urish emasmi? Yaxshilab o'ylab ko'ring.